quvonchli kunlarda yonimizda, atrofimizda bo'ladigan yor do'stlarimiz, yaqinlarimiz juda ko'p. Lekin baribir eng og'ir damda, eng qiyin damda tizzasiga borib bosh qo'yadigan insonimiz bu onamiz. Shaxsan men onam. Men onam dunyodagi eng sabr-bardoshli ona. Bu meni ukam bo'ladi. Apa, eng yaxshi farzand bo'lib bildikmi, yo'qmi, bilinmi? Sizni ko'p qismdirdik, azob berdik. Hozir ham nega ikkinchi qurtimiz bo'lsa, erkaligimiz bo'lsa kutarasiz. Vaqtimizda sog' salomat bo'ling. Dunyo dunyo sizni yaxshi ko'ramiz.